3 toifa odamning namozi maqbul bo'lmaydi. Va bironta yaxshilik osmonga ko'tarilmaydi. Qochoq qulning to xo'jayinlariga qaytib qo'lini ularning qo'llariga qo'ymagunicha, erini g'azablantirgan, norozi qilgan ayolning to eri undan rozi bo'lmagunicha va mastning to o'ziga kelmagunicha, kayf tarqamaguncha. Ibn Hibbon hamda Ibn Huzayma rivoyati. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: eri hozir bo'lgan safarida bo'lmagan ayolga erining ruxsatsiz roza tutishi va uning iznisiz birovni uyiga kirishiga izn berishi halol emas. Buxoriy rivoyati. Ushbu hadis sharifdagi hukm ixtiyoriy, nafr ro'zalarga taalluqli bo'lib, erining haqqi ulug' va itoati vojib bo'lgani bois undan izn so'ramay turib xotini roza tutishi mumkin emas deyilmoqda. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar: agar biron bandani boshqa bir bandaga sajda qilishga buyurgan bo'lganimda, shubhasiz xotinni eriga sajda